do'stlar, hozirda men Janubiy Koreyada joylashgan Kyomik Milliy universitetida arxitektura yo'nalishida ta'lim olaman va bugun sizlar bilan o'zim o'qiydigan yo'nalish va universitet haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu bino universitetimizning ma'muriy binosi hisoblanadi. Universitetga qabul qilingan talabalarning ilk qadamlari shu yerdan boshlanadi. Bu yer men o'qiydigan arxitektura fakulteti. Biz arxitektura fakultetimizda 3 xil yo'nalish bor: Konchiq Hakkıva, Konchiq Kong Hakkıva va Tomok Hakkıva. Konchiq Hakkıvada asosan binolar dizaynga e'tibor qaratiladi. Konchiq Kong Hakkıvada konstruksiya va Tomok Hakkıvada mana bunday ko'priklar va tunnellarni loyihalash o'rgatiladi. Bu yer fakultetimizni ombori desak ham bo'laveradi bu yerda. Chunki bu yerda 1-kursdan to 5-kursgacha bo'lgan talabalarning barcha ijod ishlari semestr oxirida qilinadigan joy. Bu yerda ko'rib turganlaringdek maktab, turar joy, pavilyon, muzey, galereya, shunga o'xshagan mana koreys milliy uslubida qurilgan loyihalangan binolar va shunga o'xshagan har xil proyektlar ko'rishlar mumkin. Va shuni aytishim mumkinki, arxitektura fakultetida o'qish boshqa fakultetlarda o'qishga qaraganda biroz iqtisodiy tomondan ham biroz qimmat bo'lishi mumkin. Chunki har semestr bunday maketlarni tayyorlash uchun $100-200 atrofida pul ketadi. Bundan tashqari Illustrator va Photoshop orqali tayyorlanadigan panellar bor. Bunga ham $50-100 atrofida pul ketadi taxminan. Va bularni yasash ham oson ish emas, anchagina ijodkorlik talab qilinadi. Bitta maketni yasash uchun 3-4 kun talab qilinadi. Mana fakultetimizdan ham tashqariga chiqib oldik. Arxitektura fakultetini ro'parasida universitetimizni stadion joylashgan. Ko'rib turganlaringdek bu yerda futbol musobaqalari va o'quvchilar bo'sh paytida beysbol o'yinlari o'ynashadi. Va orqa tarafda basketbol maydoni va mini futbol maydoni joylashgan. Endi o'z o'quv tajribamdan kelib chiqqan holda universitetda yangi kelayotgan talabalarga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va ularni yechish, xullas o'z tajribam bilan bo'lishmoqchiman. Men o'qishga 2021-yilda qabul qilinganman va u paytlar menda topik 3 bo'lgan va undan keyin topik 3 darajamni ko'tardim. O'qishga kirayotgan paytimda menda universitet haqida va o'zim hozir o'qiyotgan fakultet haqida uncha katta ma'lumot bo'lmagan. Men o'qishga kiraman va sekin o'qisam hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb tasavvur qilganman, lekin bunday bo'lib chiqmagan. Qiyinchiliklarga ko'p duch kelganman. Chunki koreyslar o'zi yuqori sinfda o'qiyotgan paytida qaysi universitetga, qaysi sohaga kirishini oldindan tanlagan holda o'sha soha haqida izlanib, o'qib, ma'lumotga ega bo'lib kelgan bo'lishgan. Men bilan birga o'qigan student o'rtoqlarim ham xuddi shunday bo'lgan. Men o'qishga kirganman, hech narsani bilmayman, lekin koreys tanishlarim o'qishga kirishimiz bilanoq mendan ko'ra ancha ko'p narsani bilishlari ma'lum bo'lgan. Shunga qaramasdan qo'limdan kelgancha o'qib harakat qilganman men ham va buni ko'rgan o'sha professorlarimiz, ular ham qo'llaridan kelgancha yordamlarini ayashmagan va hozirgacha mana harakat qilib o'qib yuribmiz. Yana shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, arxitektura yo'nalishiga topshirmoqchi bo'lgan ukalarimiz bo'lsa, asosiy o'rganishlari kerak bo'ladigan narsalar bor. Bu
o'qishga kirishdan oldin AutoCAD ma'lum miqdorda o'rganib ketishlarini tavsiya bergan bo'lardim, chunki o'qishga kiriboq mutaxassislik fanlar va AutoCAD, Photoshop shunga o'xshagan programmalarni birdaniga olib ketish biroz qiyin bo'lishi mumkin. Bu narsa o'zim boshimdan ham o'tgan. O'qishga kirganman, AutoCAD bu programmalarni yaxshi bilmayman va o'qish mobaynida o'rgandim, lekin biroz qiyin bo'ladi. Shuning uchun o'qishga kirishdan oldin biroz bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lib, Photoshop yoki modellashtirish shunga o'xshagan programmalarni biroz bo'lsa ham o'rganib kelishsa, kelgusida o'qishlariga biroz yengillik bo'lishi mumkin bular. Va endi o'qishni yaxshi tomonlari va yomon taraflari haqida gaplashamiz. Yomon tomonlaridan birinchi boshlaydigan bo'lsak, arxitektura fakultetida o'qishni maslahat bermayman. Agar siz o'ziga bo'lgan ishonchingiz kam bo'lsa va Koreyaga keladigan ko'p o'quvchilar baribir moddiy jihatdan ishlash kerak, uyga pul jo'nataman va boshqa kamchiliklar tufayli o'qishga ko'p vaqt ajrata olmaydi. Agar bunday sharoitda bo'ladigan bo'lsa, nafaqat arxitektura, IT va shunga o'xshash injiniring fakultetlariga kirishni men tavsiya bermayman. Chunki siz bunday fakultetlarga kirib oladigan bo'lsangiz, undan keyin o'qishni davom ettirib ketish qiyin. Ikkinchidan, doim ishlab, ishdan kelib vazifa qilishlarga vaqtingiz bo'lmasligi mumkin. Shunga o'xshagan har xil muammolar kelib chiqadi. Agar bunday moliyaviy qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, boshqa haftada 1 kun, 2 kun boradigan boshqa o'qishlarga kirishni maslahat beraman. Chunki arxitekturada o'qimoqchi bo'lgan talabaga bizda ko'pincha haftada 3 kun, 4 kun darslar bo'ladi. Dizayn fanlar aytganimdek 6 soatdan haftada 2 kun va u dizayn fanlar beradigan vazifalar kerak bo'lsa tuni bilan ham ertalabgacha vazifa qilib chiqadigan paytlar bo'ladi. Shuning uchun o'qishga kirishdan oldin bu narsalarni yaxshi o'ylagan holda keyin topshirishlarini maslahat beraman. Chunki men o'zim tanigan tanishlarim ichida ham o'qishda oxirigacha yetmasdan boshqa yo'nalishlarga ko'chirib yuborgan talabalar bor. Arxitekturada Koreyada qo'l bilan sanaladigan darajada o'quvchi o'qiydi. Hozir biz universitetda ham 2 yoki 3 nafar chet ellik talaba bor. Eng yuqori fakultetda o'qiydigan hozirda faqat men bilan bitta xitoylik qiz o'quvchi talaba ham bor edi. U qiz o'qishni yakunlay olmadi, qandaydir muammolar bo'ldi. Xitoyga jo'nab ketishga majbur bo'ldi. Shunaqangi. Endi yana yomon taraflaridan aytadigan bo'lsam, ko'p programmalarni o'qish kerak. AutoCAD, Revit, Photoshop, Illustrator, SketchUp shunga o'xshagan 3D modellashtirish ko'p programmalarni o'rganish kerak. Bular ancha ko'p vaqt oladi. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor va siz o'qidingiz, ma'lum bir darajaga chiqdingiz, siz to'xtab qola olmaysiz. Doimo o'qib, izlanib, yangilik orqasidan ergashib harakat qilishga majbursiz. Shunday. Endi faqat yomon taraflari haqida gapirmay, yaxshi taraflari ham bor albatta. Yaxshi taraflari Koreyada arxitektura sohasida o'qish baribir kelajakda o'z mevasini beradi. Chunki Koreya arxitekturasi dunyoning rivojlangan davlatlari singari o'qish uchun juda ham yaxshi joy deb hisoblayman. Professorlari chet elda o'qib kelgan professorlar, ko'pchilik o'zim bizga dars beradigan professorlar ham ko'pchiligi Germaniya, Amerika, Angliyada tahsil olib kelgan professorlar hisoblanadi. Bugungi beradigan tavsiyalarim shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'ling va kelgusi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Nasib qilsa keyingi videoda Koreyaning mashhur shaharlaridan biriga borib, mashhur binolariga sayohatlar uyushtirib, qiziqarli ma'lumotlar berishga harakat qilaman.